qurib berishini so'rabdi. Malikaning iltimosini rad qila olmagan Sulaymon payg'ambar barcha qushlarni bir yerga to'plab bu haqida maslahat qilmoqchi bo'libdi. Boyo'g'li majlisga kechikib kelibdi. Sababini so'raganida u shunday javob qilibdi: ikki masalaning yechimini topish bilan band edim. Shunga kechikdim. Qanday masalalar ekan? So'rabdi Sulaymon. Birinchisi, bu zamonda o'lik ko'pmi yoki tirik ko'pmi degan masala, debdi boyo'g'li. Xo'sh, seningcha qaysi biri ko'p ekan? So'rashibdi undan. O'lik ko'p. Chunki tongda ibodatga turmay, g'aflat uyqusida yotganlar ham o'liklar qatoriga kiradi, debdi boyo'g'li. Xo'sh, ikkinchi masala nima ekan? Ikkinchi masala dunyo